Bog'lab qo'yib urgan 1 yil 8 oy yashadik. Qotil sobiq harbiy 14 yoshli 9-sinf o'quvchisi farzandli bo'ldi. Bitta aka-uka qimorga berilgan ukasini daraxtga bog'lab urib o'ldirdi. Tramp 8 oy ichida 8 ta urushni tugatgan. Shu va shunga o'xshash yurtimiz va xorij sahnidagi xabarlar tahlili bilan qisqa newsda hafta dayjesti. 14 yoshli 9-sinf o'quvchisi farzandli bo'ldi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatining Uyil tumanida 14 yoshli 9-sinf o'quvchisi farzandli bo'ldi. Qayd etilishicha, voqea qizning buvisining turmush o'rtog'i bilan aloqador bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlarga viloyat ichki ishlar boshqarmasi izoh berdi. Politsiya tomonidan mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchi shaxs aniqlanib qo'lga olindi. Hozirda hodisaning barcha sabablari, shuningdek, huquqbuzarlik sodir etishga sabab bo'lgan shart-sharoitlarni aniqlash bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi boshqarma bayonotida. Politsiya shuningdek bir qator tergov va protsessual tadbirlar o'tkazayotganini qo'shimcha qildi. Politsiya departamenti rahbariyati tergov jarayonini kuzatib bormoqda. Samarqandda aka-uka qimorga berilgan ukasini daraxtga bog'lab urib o'ldirdi. Samarqand shahrida qimorga berilgan ukasini daraxtga bog'lab ayovsiz kaltaklagan va uning o'limiga sabab bo'lgan aka-ukaga hukm o'qildi. Hodisa 20-iyun kuni yuz bergan. 29 yoshli erkak internetda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga mukkasidan ketgan. Tartibga solish maqsadida aka-uka uni daraxtga bog'lab qo'ygan. Shundan so'ng elektr kabellari bilan ular bir necha marta urib, jismoniy zarba bergan. Oqibatda kaltaklangan uka uyga olib kirilganidan so'ng vafot etgan. O'yin o'ynardi, lekin birontaga bir yomonlik qilmasdi, boshqa qilmasdi. Kredit olgandilar, o'zlari to'layotgandi. Kredit to'lasin deb shu ishni qildim, deyapti qaynakam, lekin sal oldin, undan bir 10 kunmi, 15 kun oldin erim qarib kredit uchun 7 million to'lab, hammasini plyusga o'tkazgandi. 1 yil 8 oy yashadik. Budka yasardilar, svarchigidilar. O'rtasida nima bo'lganki, bu darajada bog'lab qo'yib urganman, shunisiga tushunmayapman. Voqea yuz berganida marhumning ota-onasi Rossiyada bo'lgan. Ular sudda ham jabrlanuvchi, ham da'vogar sifatida qatnashgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi ayblanuvchilarga hukm e'lon qilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 138-moddasi 2-qismi A bandi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 104-moddasi 3-qism D bandi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-moddasi 2-qismi tartibida jinoyatlar majmuiy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzul-kesil o'tash uchun 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Samarqanddagi holatda o'z ukasini noto'g'ri yo'ldan qaytarish uchun qilingan-ku bu holat deydiganlar ham topiladi. Ammo jahl chiqsa aql ketishi ortidan nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham jinoyatlar va qurbonlar soni ortmoqda. Bu gapimizga Rossiyada o'smir rashk tufayli 2 ayolni pichoqlab o'ldirgani misol bo'la oladi, afsuski. Irkutsk viloyatida 14 yoshli o'smir sevgilisi bilan janjal paytida qizga bir necha marta pichoq urgan. Shu paytda baqir-chaqirni eshitib chiqqan 23 yoshli qo'shni ayol jabrlanuvchini himoya qilmoqchi bo'lgan, ammo o'smir unga ham pichoq bilan hujum qilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'sha zahoti uydan chiqqan erkak tomonidan qotil ushlangan. Tergovchilar hodisa rashk tufayli sodir etilganini aniqlagan. Shuningdek, 2 jabrlanuvchi olgan og'ir jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan. Hozirda yigitga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ortda qolgan haftada yurtimizda yana 2 ta ayol o'limi qayd etildi. Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida 2 nafar ayol pichoqlab o'ldirildi. Bu haqida Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, qotillik voqeasi 12-oktyabr kuni sodir bo'lgan va qotil sobiq harbiy. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, qotillikka gumonlanuvchi oilaning kuyovi bo'lgan. Hayot Shamsuddinovning qo'shimcha qilishicha, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aslida sobiq harbiy xizmatchi bo'lgan gumonlanuvchi qo'lga olingan. Hafta qurbonlari sonini esa Qoraqalpog'istonda do'stini g'isht bilan urib o'ldirgan yigit yana bittaga ko'paytirgan. Gap shundaki, hodisa Nukus shahrida 2024-yilning 17-dekabr kuni sodir bo'lgan. 2 do'st o'zaro tortishib qolishi natijasida ulardan biri tanishining boshiga g'isht bilan tan jarohati yetkazgan. Do'sti hushidan ketganida fuqaro uning kiyimlari va telefonini olib, voqea joyidan qochib ketgan. Ushbu shaxsga nisbatan sud hukmi bilan 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. So'nggi kunlarda dunyo bo'ylab qotillik, zo'ravonlik va tinchlik o'rtasidagi chiziq
tobora ingichkalashmoqda. Bu urushlarga esa AQSh prezidenti Donald Tramp barham berishi mumkinmi? Ma'lumotlarga ko'ra, Tramp 8 oy ichida 8 ta urushni tugatgan. Bu haqida Davlat departamenti boshqarmasi ijtimoiy tarmoqdagi postida ma'lum qildi. Postda Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi tinchlik bitimini ta'riflashdan tashqari, Trampning Kambodja va Tailand, Kosovo va Serbiya, Kongo Demokratik Respublikasi va Ruanda, Pokiston va Hindiston, Misr va Efiopiya, nihoyat Isroil va Hamas o'rtasidagi mojarolarga barham bergan harakatlari sanab o'tilgan. Bundan tashqari, AQSh Davlat departamenti Trampni tinchlik prezidenti deb atadi. Hafta dayjestimizdan o'rin olgan xabarlar shulardan iborat edi. Bu xabarlar tahlili va yuz bergan hodisalar haqida sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring.